Hurmatli obunachilarimiz, qanday ma'lumotlar yurtdagi yukamizga hozirda 12 talik Skyline firmasini avtomobildan yetib keldi. Hozir terib qo'ydi ekanlar. Bundan tashqari boyagi holatlarda ham bor. Buni hozir skeletda olyapmiz va to'liq obzor qilib beramiz akalar. Unda boshladik. Videoga like, podpiska va obuna tugmasini bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib ketadiganlarimizga albatta kamini va sketin qilib beramiz akalar. Birinchi o'rinni boshladik akalar. Motorimiz 192 mana. O'zim bo'yilar yozib qo'ygan o'yib. 192 ham starter ham ruchnoy zavodit bo'ladi. Benzin bakilar 5 litrli. Motorlar katta motordan bo'ladi akalar. Starter va ruchnoyga zavodit bo'ladi. Oldida 4 talik led faralar bilan joylashgan akalar. Undan tashqari o'ziqdan ko'rishlar. Bu o'ziqlar o'ta katta va masliniy o'ziqdan joylashgan akalar, ko'rishlar mumkin. Bu ham motorga chankirishda oldin oladi va ovozini pasaytirib berishga yordam beradi. Bundan tashqari akalar o'zining maslidatchigi bor akalar. Bilasizlar, maslidatchik bu mana bu yerda joylashgan, mana ko'rishlar mumkin. Maslidatchik mana shu narsa bo'ladi. Ya'ni motordagi masli eskirib yoki kamayib qoladigan bo'lsa, avtomatik uzadi motorni, ya'ni motorni buzilishini oldini oladigan narsa akalar. Keyin mana ko'rishlar mumkin, 2025-yil mahsuloti, eski qolib ketgan mahsulot emas akalar. Skorlar 3 tali bo'ladi. Oldinga 2 ta, orqaga bitta skorlar bilan joylashgan akalar. Mana bu yerdan hozirda benzin yog'lar yo'qligi uchun o'titmadi akalar. Narxi qancha ukam deydilar uchun akalar, narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda akalar 7.500.000 so'mga qilib beramiz akalar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalar tekin bo'ladi akalar. Uylaringizdan qo'llaringizgacha boradi u motobil. Xohlasangiz upakovka dizel bor, benzin bor, 108 hammasini yetib kelgan akalar. Bugun hammasini terib qo'yamiz sizlarga. Yanada to'liqroq video qilib beramiz akalar. Jonli sog' bo'lsin. Videoni ko'rganlar uchun rahmat akalar. Obuna, like va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozish esdan chiqmasin akalar. Jonli sog' bo'lsin. Tomosha uchun rahmat.